Diqqat, aholiga tezkor xabar. Gaz va elektr uchun kompensatsiyani endi onlayn olish mumkin. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Endilikda ehtiyojmand oilalar tabiiy gaz va elektr energiyasi uchun davlat kompensatsiyasini my.gov.uz portali orqali onlayn rasmiylashtirishi mumkin. Bu haqda Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali ma'lum qildi. Kompensatsiyadan ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan oilalar, shuningdek, reyestrdan bo'lmasa-da davlat ta'minotidagi oila yoki kambag'al oila mezonlariga mos keladigan hamda oiladagi jon boshiga to'g'ri keladigan o'rtacha daromad minimal iste'mol xarajatlarining 1,5 baravaridan, ya'ni 1,72,500 so'm oshmaydigan oilalar foydalanishi mumkin. Davlat kompensatsiyasi quyidagi me'yordan ortiq sarflangan energiya resurslari uchun ajratiladi. Elektr energiyasi oyiga bazaviy me'yordan ortiq iste'mol qilingan 150 kWh-gacha. Tabiiy gaz isitish mavsumida 250 kub metrgacha, qolgan davrda esa 150 kub metrgacha. Arizani my.gov.uz portali orqali onlayn yoki davlat xizmatlari markazlari, inson markazlari hamda mahalladagi ijtimoiy xodimlar orqali topshirish mumkin. Murojaatlar har oyning 16-sanasigacha qabul qilinadi. Ushbu muddatdan keyin yuborilgan arizalar keyingi oy uchun ko'rib chiqiladi. Ariza tasdiqlangach, kompensatsiya mablag'lari keyingi oyning 27-sanasigacha fuqaroning ijtimoiy yoki bank kartasiga o'tkaziladi. Natija haqida SMS va shaxsiy kabinet orqali xabarnoma yuboriladi. Xizmat bepul taqdim etiladi. Eslatib o'tamiz, 2026-yil 1-iyundan boshlab ehtiyojmand oilalar uchun kompensatsiya miqdorlari ham oshirilgan. Elektr energiyasi uchun 30 ming so'mdan 37,5 ming so'mga, tabiiy gaz uchun isitish mavsumida 200 ming so'mdan 225 ming so'mgacha, isitish mavsumidan tashqari davrda 120 ming so'mdan 135 ming so'mgacha. Do'stlar, shu va shunga o'xshash yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.